Assalamu alaikum tug'anlar. Men bugun Jalolabad shahrining Tuzoqdaman. Tuzoqning sentrida Frunze degan magazinda, supermarketda. Hozir qarab o'tib, buni посрочный tovar topib oldim. Tak. 5-yanvar kuni chiqibdir. Bu yerda yozilib turadi hozir. Tak, хранение 20 dней deb. 20 kun. 5-ni chiqsa, 25-ne so'rov bitish kerak edi. Bugun 28 3 kun o'tib ketdi bunga. Bunu ikisinde çıkan ekan 2-yanvar günü. Bugün 28'i 6 gün ötüp ketdi. Hozir bunu bu yerden aldıramiz, bir noktadan aldırıp maraqa qo'yib qo'yamiz. Tak, administratorga berdik bunu. Administrator mo'yinini oldi. Bu yerda bizning günöbüz deb hech chaqa arыз yozmaymiz. Endi человеческий faktor bo'lib ketadi. Bunday qilib qo'yinglar. Atın familiyan kim? Bektemir, Medelbek ulu. Medelbek. Administrator kim Frunze'nin? Молодец. No, torttorungdagi bugun so'rov ketadi. 28 necha bu ejek aytdim mana. Saat 11'da alınadi. 14'da alınadi. Ertangi bir boshqa qo'yamiz. Xo'p, ishingizga egillik.